Assalomu alaykum do'stlar, siz Kinotimedasiz. Bugun e'tiboringizga 2007-yilda Will Smith ishtirokida suratga olingan fantastika va triller janridagi Men afsonaman nomli filmni taqdim etamiz. Qulayroq o'rnashib oling va biz boshladik. Yaqin kelajakda olimlar qizamiq virusini davolash uchun uni qayta dasturlashadi va hatto saraton kasalligini ham davolashga muvaffaq bo'lishadi. Biroq virus ustidan nazoratni yo'qotishgach, u aholining katta qismini zararlaydi va ularni quyosh nuriga chidamsiz bo'lgan va odamlar bilan oziqlanadigan Dark Series nomli dahshatli mutantlarga aylantiradi. Birinchi epidemiyadan so'ng 3 yil o'tgach, Nyu-York ko'chalari shu darajada huvillab qoladiki, u yerda hayvonlar bemalol sayr qilib yurishadi. Yagona tirik qolgan Robert, sobiq harbiy virusolog, kuchiga Sam bilan vaqt o'tkazardi. Ular ovga chiqishganda Sam unga hayvonlarni topishda yordam beradi. Robert esa har kuni ko'ngliga yoqqan mashinani olib ularni ov qilardi. Robert doim qurollangan va ajoyib mergan edi. Ammo shu qatorda juda ko'ngilchang bo'lgan erkak, sherlar oilasi ham ov qilayotganligini ko'rgach, ularning o'ljani olib ketishlariga qo'yib beradi. U quyosh botmasdan oldin boshpanasiga ulgurish uchun soatiga doim budilnik qo'yib qo'yardi. Signal chalinishi bilan Robert epidemiya boshlanmasdan oldin ham yashab yurgan va tish tirnog'igacha himoya qilgan uyga keladi. Barcha deraza va eshiklarni butunlaycha yopib tashlagan Robert aqldan ozmaslik va o'zini avvalgi hayotida yashayotganday his qilish uchun eski yangiliklar yozib qo'yilgan video kasetalarni qo'yib, har kuni ularni takroran eshitib o'tirardi. Ora-orada musiqa eshitar, o'zi va kuchiga uchun ovqat qilish kabi kundalik ishlari bilan mashg'ul bo'lardi. Biroq u o'zini chalg'itishga qanchalik harakat qilmasin, tushishi bilan aslida qanday dahshat ichida yashayotganligini his qilishga majbur bo'ladi. Vannada Sam bilan yashirinib olgan Robert tashqaridan kelayotgan dahshatli ovozlar og'ushida o'z oilasi haqida eslaydi. Epidemiya boshlanganida hukumat orolni izolyatsiya qilishga qaror qilgan. Ko'chalarda sarosima ko'tarilgan. Odamlar jonlarini saqlab qolishga harakat qilishayotgan edi. Oilasini olib ketishga kelgan Robert ularga qarindoshlarinikiga ketishlari kerakligini aytadi. Biroq qizi Zoe uning ular bilan ketmasligini bilgach, otasidan xafa bo'ladi. U shu yerda qolib virusni o'rganishi va dori o'ylab topishi lozim edi. Robert hali ham bu fikridan qaytmagandi. Har kuni tongi badan tarbiyadan so'ng tajriba o'tkazish uchun uyi yerto'lasiga tushadi. U kuchiga ham zararlanishi mumkinligi sababli uni u yerga kirgizmaydi, biroq unda immunitet borligi sabab Robertga baloyim urmaydi. Laboratoriyadagi virusga chalingan bir talay kalamushlarda Robert turli xil dorilarni sinab ko'radi. Ularning hech biri foyda bermasdi, biroq kunlardan birida u kalamushlardan biri o'ziga kelganligini ko'rib qoladi. Endi u sinovni keyingi bosqichga o'tishi mumkin edi, ammo buning uchun unga odam kerak edi. Bundan so'ng ikkovlon magazinga chiqishadi. Robert oddiy hayot ko'rinishini yaratish uchun u yerda bir talay manekenlarni qo'yib chiqqan edi. U ular bilan eski do'stlarday suhbatlashar va boshqa film olib ketishdan oldinga olganini berib ketardi. Bundan so'ng oziq o'rnida o'stiradigan o'simliklarni olish uchun parkka keladi. Ular oroldagi barcha uylar xaritasini tuzib chiqishgandi va har safar boshqa uyga kirishadi. Buning yordamida ular doim zaxira ovqatlarni topishardi, biroq ko'proq ovqat o'rniga epidemiyadan omon qolish uchun qo'llanilgan turli xil dorilarga duch kelishardi. Mashinasiga yoqilg'i quygan Robert har kungi so'nggi ishiga, ya'ni portga borib tirik qolganlarga xabar jo'natishga boradi. Xabar kelishini kutarkan, u qulagan samolyot tomiga chiqib, golf o'ynab vaqtichog'lik qiladi. Kutilmaganda Sam shahar bo'ylab yugurib yurgan Chikni ko'rib qoladi va Robert uni quvlashni boshlaydi. Tupik ko'chaga kirib qolgan Chik sarosimaga tushib qorong'u bino ichkarisiga kirib ketadi. Sam ham uning ortidan ichkariga kiradi. Bu esa Robertning asabiylashishiga sabab bo'ladi. Sababi bunday qorong'u joy mutatsiyaga uchragan odamlar uchun ajoyib boshpana bo'lishi mumkin edi. Sam chiqavermagach, Robert ham ichkariga kirishga majbur bo'ladi. Ichkarida qo'rqinchli ovozlar eshitilishni boshlaydi. Bu Robertni ancha qo'rqitsa ham, u Samsiz ketishni istamaydi. Ichkariroqqa kirgan Robert mutatsiyaga uchraganlar guruhini topadi, biroq tezda chiroqni o'chirib ortiga qaytishni boshlaydi. Ortiga qaytarkan u stol ostiga berkinib olgan Samni topadi. U qo'rqib ketganidan u yerdan chiqishni istamasdi. Shu onda Robertning ortida mutant paydo bo'ladi. Boshqa yo'li qolmagan Robert bino derazasidan tashqariga sakraydi. Uning ortidan sakragan mutantlar ham yorug'lik sabab shu onda halok bo'lishadi. Qolganlar esa ichkarida qolishadi. Xavfsizlikka chiqib olgan Robert mutantlar uchun qopqon tayyorlaydi. Itiga mashinasida qolishni buyurgan erkak
erkak qonidan namuna olib yo'lga otlanadi. Mutant qondan bahramand bo'lish uchun yaqinlashganda qopqon ishga tushadi va mutantni binodan tashqariga olib chiqadi. Guruhning boshlig'i hisoblangan yana bir mutant erkak qahrotiga minib Robertga tashlanadi, biroq quyosh nuridan kuygach ortiga qaytishga majbur bo'ladi. Qopqonga tushirgan ayol mutantni yerto'lasiga olib tushgan Robert unda dorilarni sinab ko'rish uchun uni stolga bog'lab qo'yadi. Robert mutantga kalamushga bergan dorisini yuboradi, biroq aytarli hech nima sodir bo'lmaydi. Dori ta'siriga tushgan mutant qiynoqlardan qutulishga harakat qilib, baqir-chaqir qiladi xolos. Oradan biroz o'tib mutant hushidan ketadi va monitorlardagi hayot ko'rsatkichlari nolga tushadi. Robert uning hayotini saqlab qolish uchun tezda boshqa dorini jo'natadi. Bundan so'ng uni shishali xonaga qamab qo'yadi va kundalik hisobotlarni yozadi. Mutantlardan biri jonini xavf ostiga qo'ygan holda quyosh nuriga chiqishga uringanligini ta'kidlaydi. Bu esa ularning miya faoliyati pasayganligini yoki yemish istagi tirik qolish instinktidan ham ustunroq bo'lib qolganligini bildirardi. Bu esa Robertga odamlar o'zlarini aqldan ozganday tutgan epidemiya kunini eslatadi. Odamlarni kemada olib ketishgan, biroq faqatgina ruxsatnomasi borlarni xolos. Bu esa qolgan oddiy odamlarning g'azablanishlariga sabab bo'lgan. Yo'llar armiya bilan berkitib qo'yilganda, ammo askarlarga Robert va uning oilasini xavfsiz joyga o'tkazish topshirilgan edi. Ular kemaga yetib kelishganda askarlar ularning ham virusga chalingan yoki yo'qligini aniqlash uchun skanerdan o'tkazishadi. Robert orolda qolishga qaror qiladi va qizchasi uni himoya qilish uchun kuchukchasi Semni otasi bilan qoldiradi. Real hayotga qaytgan Robert kundalik ishlari bilan shug'ullanadi, ammo kun so'ngida uyga qaytishayotganda g'alati hodisa sodir bo'ladi. Ko'prik yonida maneken turganligini ko'rgan Robert uni u yerga qo'ymaganligini tushunadi. O'zini aqldan ozayotganday his qilgan erkak uning haqiqiy odam emasligini isbotlash uchun unga o'q uzadi va maneken yiqiladi. Bundan so'ng atrofida qandaydir shivirlashlarni eshitadi va aqldan ozayotganlarday havoga o'q uzishni boshlaydi. Hech nima sodir bo'lmagach, Robert maneken oldiga borishga qaror qiladi, ammo unga yaqinlashishi bilan kutilmaganda qopqonga tushadi. Ko'rinishidan endi u mutantlarning qopqoniga tushdi. Bir necha soatdan so'ng Robert budilnigi ovozidan uyg'onadi. Sem hali ham shu yerda. Quyosh esa botay deb qoldi. Erkak arqonni kesish uchun pichog'ini oladi va yerga yiqilgach, oyog'ini sindirib oladi. Shu sabab bu yerdan ketish uchun sudralishga majbur bo'ladi. Sem oldiniga u bilan boradi, ammo binodan chiqayotgan ovozlarni eshitgach to'xtab qoladi. U yerda mutant erkak virusga chalingan itlar bilan turardi. U Robertni qo'lga olishlari uchun ularni qo'yib yuboradi, ammo quyosh nuriga duch kelgan itlar to'xtab qolishadi. Quyosh botishi bilan esa hujumga o'tishadi. Itlardan biri Robertga tashlanib uni tishlab oladi. Sem ham bu vaqtda qattiq jang qilardi. Orada qurolni olgan Robert ularning barchasini otib tashlaydi. Sem qattiq og'riqlardan azob chekadi. Robert uni o'zi bilan olib ketib laboratoriyasiga tushiradi va o'zi tayyorlagan dorini uradi. Bundan so'ng uni bag'riga bosib, unga qo'shiq kuylab beradi, biroq u ham mutantga aylanib borayotgan edi. Robertda uning ham maxluqqa aylanmasligi uchun uni o'ldirishdan boshqa yo'l qolmaydi. Bundan so'ng uni bog'ida dafn qiladi. Umidsizlikka tushgan va qattiq jahli chiqqan Robert mutantlardan qasos olish uchun tunda uyga qaytmaydi. U mashinasida anchaginasini yanchib o'tadi, ammo qolganlari unga hujum qilishni uddalaydi va ustunlarga tirmashib, uni mashina ustiga ag'darishadi. Bundan so'ng mashinani ag'darib, boshliqlarni kutishadi. Boshliq mutant mashina ichiga kirib, endi uni o'ldirdim deganda, kutilmaganda porlagan ultrabinafsha nurlari ularning qochib ketishlariga sabab bo'ladi. Notanish uni qayerga olib borib qo'yishni so'raydi. Robert esa manzilni aytarkan, oldin mutantlar ularning izlariga tushmaganligiga ishonch hosil qilishini so'raydi. Shu kuni tunda uning tushiga oilasi kiradi. Vertolyot uchib ketganidan so'ng hukumat orolni izolyatsiya qilish uchun ko'priklarni portlatgan. Vertolyotlardan biri odamlar unga sakrab ilakishib olganliklari sabab boshqaruvni yo'qotadi va Robertning oilasi o'tirgan vertolyotga borib urilib, ularni halok qiladi. Ertasi kuni tongda Robert televizor ovozidan uyg'onadi va oyog'idagi yarasi tikib qo'yilganligini ko'radi. Biroq har ehtimolga qarshi to'pponchasini olib oshxonaga yo'l oladi va bir onga u yerda oilasi o'tirganligini ko'radi. Aslida bular Anna va uning o'g'li Nitlar edi. Aynan ular uni kecha qutqarib qolishgandi. Anna nonushta tayyorlagan edi. Shu sabab qurolni bir chekkaga qo'ygan Robert ayolning hikoyasini tinglashni boshlaydi. Ular Merindadan kelishgan va Robertning xabarlarini eshitgach, shu yerda qolishga qaror qilishgan. Ular Vermontga yo'l olishgandi. Sababi u yerdagi tog'da tirik qolganlar guruhi yashamoqda edi. Ammo Robert bunga ishonishdan bosh tortib, ularning hammasi o'lganliklarini ta'kidlaydi. Aqldan ozayotganligini tushungan erkak yuqoriga ko'tarilib, yolg'iz qolishga qaror qiladi. Tinchlanib olgach, qolganlar oldiga tushadi va ularga yomonlik istamasligini bildiradi. Bundan so'ng Annaga uni qutqarganligi uchun minnatdorchilik bildiradi. Anna qizil
Qoch hamjamiyatiga tegishli kemada bo'lganligini, ammo bu kemalar doimiy suzishga mo'ljallanmaganligini aytadi. Kema portga kelib, odamlar zaxira oziq-ovqatini to'plash uchun qirg'oqqa tushishadi va kimdir Annaning guruhi kelgan qayiqni o'g'irlab ketadi. U hali ham Vermontga ketish fikridan qaytmagandi. Ammo Robert ular bilan ketishdan bosh tortadi va shu yerda qolib dori ustida ishlashga qaror qiladi. Bundan so'ng bolachani basseynda cho'miltirgani olib borishadi va Niti suvning sovuqligidan shikoyat qilgach, Robertda g'oya paydo bo'ladi. Ular uyga qaytishgach, mutant ayolni muz ustiga o'tkazishadi va uning tana haroratini tushirish orqali dorining yaxshiroq ta'sir qilishiga umid qilishadi. Laboratoriyani ko'zdan kechirgan Anna devordagi mutant suratlarni ko'radi va Robertning o'z dorilarini anchagina odamlarda sinab ko'rganligini, biroq ularning hech biri foyda bermaganligini tushunadi. Tun tushgach, Robert barcha eshik va derazalarni yopib chiqadi. Anna esa uni ular bilan ketishga yana ko'ndirmoqchi bo'ladi. Robert ayoldan nega tirik qolganlar borligiga bunchalik ishonayotganligini so'raydi. Anna esa buni his qilayotganligini aytgach, Robert ortiq chidab tura olmaydi va odamlarning yarmidan ko'pi qirilib ketgan tirik qolganlari esa maxluqqa aylanganliklarini aytib, ko'r-ko'rona yo'lga chiqmasligini ta'kidlaydi. Kutilmaganda tashqaridan qandaydir ovoz keladi. Tashqariga qaragan Robert uning qonli izidan kelgan mutantlar shu yerda ekanliklarini ko'radi. Qopqon sifatida o'rnatgan bombalarni portlatgan Robert birinchi guruh mutantlarni yo'q qiladi. Bundan so'ng Annani topish uchun tepaga ko'tariladi. Biroq unga kutilmaganda mutant tashlanadi. Robert bir amallab qurolni qo'liga olib, undan o'q uzadi, ammo mutant o'qdan qochib boshqa xonada yashirinadi. Bundan so'ng Anna va uning o'g'lini jihozlar ostida yashirinib o'tirishgan holda topadi. Mutant esa shu xonaning shiftini buzish bilan band edi. Mutant unga endi tashlanganda Robert unga yana o'q uzadi. Kutilmaganda tashqaridan yana ovozlar eshitiladi va Robert bosh alfa mutantning yanada ko'proq maxluqlar bilan qaytib kelganligini ko'radi va uchovlon yashirinish uchun laboratoriyaga tushishadi. Pastga tushgach, tajriba qilinayotgan mutant ayolning ahvoli ancha yaxshilanib qolganligini ko'rishadi. Bu esa dorining yordam berganligini bildirardi. Biroq ular endi nima qilishni hal qilishlaridan oldin mutantlar ham laboratoriyaga yetib kelishadi va Robert zirhli shisha eshiklar ichkarisida qamalib oladi. U maxluqlarga ularni qutqarishi mumkinligini tushuntirishga harakat qiladi, ammo mutantlar unga quloq solishni istashmaydi. Alfa mutant shishaga kapalakni eslatuvchi suratni chizadi va mutant ayolga qaragan Robert unda kapalak tatusi borligini ko'radi. Buni ko'rgan Robert mutantlarda ham hissiyotlar borligini va ular bu yerga ularni o'ldirish uchun emas, aksincha do'stlarni qutqarish uchun kelganliklarini tushunadi. Qurolni tushirgan Robert Annaning qarshiliklariga qaramasdan ayolni xonadan olib chiqadi. Mutantlar qahr bilan unga o'kirib turisharkan, Robert ularga e'tibor qilmasdan ayolni o'ziga keltiruvchi ukol qiladi. Alfa mutant tezda juftiga yaqinlashadi va nihoyat birga bo'lganliklarini nishonlab, ayolni olib ketishga qaror qiladi. Robert undan uzr so'raydi, ammo javobiga faqat o'kirish oladi. Bu orol endilikda mutantlarga tegishli ekanligini tushungan Robert Anna bilan birga ketishga qaror qiladi va ertasi kuni tong otishi bilan Vermontga yo'l olishadi. Tamom. Do'stlar, tomosha qilganingiz uchun rahmat. Film haqidagi fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Videoga like bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi sahnalarda uchrashguncha, xayr.